Igramanlar, e'tibor beringlar. Erlar igra o'ynayotgan bo'lsa, bu degani sizni sevmadi degani emas. Xuddi shunday men bitta ezoterikka borganman. Ha, demak xohlamayaptimi sen bilan gaplashishni? Seks bilan shug'ullanishni xohlamayaptimi? Demak sen ham somatsenkang tushib ketgan. Bunasini emsin shu somatsenkani deysizda, somatsenkan umuman hech qanaqa daxldorlik joyi yo'q-da bu yerda. Shizoidnilar mana bu narsa bo'ladi. Xayolga cho'mib qoladi yoki igraga kirib ketadi, o'ynaydi. 2,5 soat qolib ketadi, lekin unga xuddi 15 daqiqa o'tganday bo'ladi. Ular bilmaydi vaqt o'tib ketganini. Ularning o'zini portalchasi bor. Bu qo'rqinchli narsa emas, shunchaki biz anglashimiz kerak narsalar. Mana bu yigitimiz ayoliga hamma narsa olib beradi, da? Misol uchun, bu yigitimiz olib bermaydi. Keyin ikkita ayolni tasavvur qiling. Bular ikkalasi bitta kursga keldi. Bu ikkita ayol o'qiyapti. Bu aytadiki, "Meni erim hamma narsa menga olib berdi. Mashina ham olib beryapti." Keyin o'qituvchi, "Ha, sen rezultat qilding-ku endi. Mana ko'rdingizmi, bunda rezultat bor-da." Balkim bu men sevaman deb bu erkak yana boshqa joyda o'zini bir ayoli bordir. Balkim aybdorlik his-tuyg'usidan qilayotgandir. Bu yigitimiz umuman oilam deb yashaydigan inson bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita natijada, da, mana keldi bu ayollar kursga. Shu natijada aytish mumkinmi? Eri olib berayotgan demak natijaga keldi. Eri sovg'a bermayotgan bo'lsa, demak uning natijasi yo'q. Qanaqa qilib? Bu yerda individualni yondashish kerak. Mana nima uchun oxirgi paytlar faqat psixologmi? Ha, psixologlar bular hammasi oilani ajratadi deydi. Yo'q, tushunish kerak. Men oshqozonim og'risa tish doktoriga borib o'tirmayman-ku. Psixologiyaga uzoq vaqt kerak. Shu uchun bechora odamlarning o'zi ham chalkashib qoladi. Aylanib kelib, keyin siz oldingizga kelgandan keyin suitsidniy holatda keladi. Juda ham dahshatli narsa. Ya'ni o'zimni o'ldiraman deb keladi-da. Nima majbur qildi men olimga kelishga? Undan oldin nimani eshitdingiz-da yoki nima bosqichlardan o'tdingiz? Keyin aytishadi. Mana shu ikkalamiz dugonam bilan yoki opam bilan bitta kursga bordik, o'qidik, unda natija bor, menda yo'q. Men Xudoni yaxshi ko'rgan bandasi emas ekanman-da. Kim sizga bu narsani aytdi? O'qituvchi shu narsani singdirishi ham mumkin. Bir og'iz aytdimi bo'ldi. U odamning psixikalarimiz har xil-ku endi. Qanaqa qilib qabul qildi? Demak, men shunaqa inson ekanman, menga Alloh nazar tushmagan inson ekanman, men yaxshi emasman. Demak, bu yerda biz bir martani o'zida yechilmaydi.